O'tgan videomizda aynan shu obyekni sekin yopish haqida gapirib bergandim. Hozir bo'lsa nimaga sekin yopish kerakligini gapirib beraman. Qarang, aynan shu joyga konditsionerni qo'yib olganingizdan keyin ko'pchilik tez yopganida hamma konditsioner boshidayoq chaylishdan oldin parashok bilan qo'shilishib oqib ketib qoladi. Biz bunaqa qilmasligimiz kerak. Sababi aynan shu chashka Pifagor chashka sistemasi bo'yicha ishlaydi. Otsek kir yuvish uchun moslashtirilgan. Apolaskivatel bo'ladimi, konditsioneringiz bo'ladimi? Kir mashinani o'zi chayilish kerak bo'lgan vaqtda shu yerdan suv yurgizdiradi. Suv yurganini hisobiga pastdagi teshikdan mana akkuratna bo'lib oqishni boshladi. Pifagor chashkasini sistemasi bo'yicha bu yerdagi teshik va buni ichidagi teshik ikkalasi birlashganda davleniya hosil qiladi. Bu davleniya hosil bo'lgandan keyin ko'ringlar, bu yerdan teshik bor, bu yerdan teshik bor. Ushbu davleniyadan keyin hamma konditsioneringiz bo'ladimi, o'z vaqtida tushadi. Undan oldin emas, undan keyin emas. Shuning uchun ham sekin yopishni boshlang. Shundan keyin kiyimlaringiz yanada sifatliroq bo'ladi va konditsioneringiz hidini o'zingizdan bittadan his qilasiz.